Erimsiz oddiy kunimni qanaqa o'tishini ko'rsatib beraman. Chunki ana bola 3 kunlik komandirovkaga surib ketdi. Bolajonimni uyini yig'ishtirishdan boshladim. Yangi plyonkalarni to'shab, ovqatini solib qo'yamiz. Endi o'zimning organizmimga yaxshi bo'lishi uchun kepak ichib olib, aytgancha yana bu ozdirib, yuzni tiniqlashtirib beradi. Men nonushtaga har xil narsalarni yeyishni yaxshi ko'raman. Kunim limon choysiz va turk seriallarsiz boshlanmaydi. Men uchun zavtrak eng muhimi, chunki kayfiyatim shunga bog'liq. Bolachamni kamarlab olib, ko'cha bilan tanishtirishga olib chiqdim. Sidet degan komandamizni maqtab olib, Gulshanni ishxonasiga surib ketdik. Har doimgidek apelsinoviy fresh tilab olib, 30 ta tishimizni ko'rsatib, mazza qilib ichib oldik. Tez uyga qaytib olib, o'zimizni pishni ukladachkamizni qilib olib, biznes ledi bo'lib olib, ishga chiqib ketdim. 40 minut yo'l odamni charchatib yorib, o'ldirib yordi. O'zimni vafli tochkamga kelib oldim. O'zimizni kuxnyamizda svet o'chib qoldi. Yaxshi ham zapasli kuxnya bor ekan bo'lsa, meni vaflilarim to'xtab qolardi. Zakazlar birdaniga ko'payib ketgani uchun asalga yordam berib yordim. Orada hisob-kitoblarni qilib olib, Pinterest vaflilarini pishirishni davom etdim. Qaranglar, qanaqa chiroyli Oreo kombo vaflilarimiz. Metroga zo'rg'a ulgurib uyga kelib oldim. Ko'zlarim bir-biriga yopishib uxlab qolganimni o'zim tushunmay qoldim.